Yo, hammaga salom do'stlar. Bu Shohjahon 12 kanali va men bugungi qismda Nezerga bormoqchiman va shunga kerakli narsalarni o'zim bilan olib oldim. Va mana ko'rishingiz mumkin, men Nezerga kelib olganman va bu yerdan bizga olovli tayoqchalar kerak va bu yerdan iloji bo'lsa qolganiga tuyoqlarni shiqillatish. Va men Fortressni allaqachon topdim. 8 daqiqa ham ketgani yo'q bu Fortressni topganimga, lekin arzirdi. Shuning uchun ham men hozir spawnerni topishni harakat qilyapman, lekin topolmadim. Mana tuyurdim. To'g'rida ekan. Xo'sh bo'ldi, mana spawner ham topildi. Endi bu yerdan blazlarni o'ldirishimiz kerak. Blazlar. Xo'sh, bizda 6 ta blazer rod bo'ldi. 7-si va bolalar spawnerni sindiramiz, oxirgi olovli blazer rodni o'ldiramiz va undan ham olovli tayoqcha tushdi. Ko'rishingiz mumkinki, menda 11 ta olovli tayoqcha bor. Menimcha bu osonroq bo'ldi. Menimcha endi uyga ketsak ham bo'ladi. Ko'p vaqt olmagan sababli men bu yerdan ketishga qaror qildim. Bitta bloklar oldim va ketdim. Hali aslahalarim sinmaganini ko'rdimda va albatta uyimga ketishga qaror qildim. Undan oldin esa ana bu yerda turgan gazni o'qini o'ziga qaltarish bilan shug'ullandim. Lekin menda unchalik ham o'xshamayapti. O'xshadi. Bo'ldi, endi ketdik bu yerdan. Bo'ldi, mana portalga ham yetib keldik. Endi oldiy olamga o'tamiz. Oldiy olamda yomg'ir bo'lyapti. Qanday mazza. Mendagi maqsadim hozirda daraxt chopishga ketdim va uydan daraxtlarni oldim. Daraxtlar nimaga kerak deyishingiz mumkin. Ular menga fermalar qurishga kerak. Endi uyimga bordimda, mana bu yerni tozalashni boshladim. Va mana bu yerni chopib chiqdim. Va endi bolalar menga mana sidlarni ekib bo'ldim. Va ana bu yerni tozalashni boshladim. Chunki menga chegara ham kerak edi. Buni qurib bo'lganimdan keyin esa asta uyimga kirdim. Va ana bu yerni tozalashni boshladim. Bu yerda nima qilishingiz deyishingiz mumkin, lekin men bu yerda mol ferma qurmoqchi edim. Va ustunlarni oldimda, ya'ni men mana bu yerdan qaraydigan joy qildim. Va tosh qozlab ketdim. Toshlarni kavlab albatta uyimga keldim va ana bu yerni yopishni boshladim. Bu hattoki ortib ham qolar ekan. Menimcha zo'r fermalar bo'ldi. Keyingi qismda adashir dekoratsiyalar qo'shmoqchiman. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, adashir rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosing. Va bir narsa bo'ldi, kanalimiz kuchayishda davom etadi. Albatta, adashir hamma xayr.